Yo'q, yana ayskrimmi? Bu safar ham qaysidir do'stim ketadi yoki vafot etadi. Nahar omadlisan. Sen mendan ma'ruzni yutib olding. O'zing qalaysan, yaxshimisan? Hozir senga ma'ruzni beramiz. Tur, orqangda hech kim yo'q. Yaxshi. Unda mana ma'ruzni uloq. Mana ismim bitti. Hey. Mana ayskrim bo'lib qoldi. Agar bo'ydan tezroq ketmasa, meni yomonga bosib o'chirim chiqadi bo'ydan. Men buni xohlamayman. Shuning uchun hozir arqon topib, oynadan tezroq ketaman. Sizlar unga videoga like bosib qo'yinglar. Ana mana nihoyat arqonni topdim. Endi oynadan tushib olaman. Keyin so'ygani it bachchani uyga kirib turaman. U ketguncha, ketguncha. Canımsın bo'ladiya. Hammasini ko'rib qoldi. Endi valini topib, muzlatib qo'yaman o'zini kiradi singari. Mana g'oyat xabaringiz taslim topoldim. Endi buni tezroq olib, mashinaga qo'yishim kerak. Muloqotga borishni bilib olamiz. Ungacha sizlar kommentariya va obuna bo'lganinglar. Ayskrim kelib qolmasdan oldin tezroq qo'yishim kerak. Chinosidan qo'yilmayapti, tezroq qo'ysa tez. Nursan, yopilib qoldi. Esam uxlagan pulga xaridini qo'yib ko'rishni yaxshi qo'ya oldim. Endi ayskrimga qolmasa bo'ldi. Hech qayerdan chiqib ham oynadan sakrab ham bo'lmas ekan bu yerdan. O'zi kelsa, mana muzlatib yuborsin. Nima qilishni bilmayapman. Eshigi ochilmayapti. Hozir kelib qolishi mumkin. Nagayam chiqtirsa bo'larkan. Nihoyat qo'lga tushding, bolaka. Mana sizlar ayskrim bir ham o'ynadik. To'g'ri o'lib qoldik, lekin bor kuchni ko'ra olmadik. Lekin buni qobiliyati nima yaxshi bilaman. Bunda muzlatish qobiliyati bor. Endi muzlatish qobiliyati texnikasi bunda rivojlangan. Endi green bilan ko'ramiz. Green texnikasi qanaqa ko'ramiz. birinchi kun. Poloqina o'zi saxta yotganiga qaramasdan ko'chada
yomg'ir qo'yib yotishda o'zi turgan joyim g'irt zanglab ketgan joylari o'zi xuddi qolsam aniq shamolda bo'lib ketdim. Yoshida tezroq eshikni ochib bizlarga kim kuchliligini aytishim kerak. Yakuniy xulosa va yakuniy balani aytamiz sizlarga. Yana aytaman. Man dedimki qoldi o'sha. Короче, endi bu o'yinni tugatmoqchi emasman. Bu o'yin tugatish uchun video qilinmagan. Ya'ni bizlar solishtiramiz, kim kuchliligini, qobiliyatlarini solishtiramiz. Tayyor bo'lsanglar yakuniy xulosani e'lon qilaman. Endi ularni solishtiramiz. Ya'ni eng kuchli taraflarini sizlar o'zinglar kimga ovoz berganini kommentariyada yozib qo'yinglar. Albatta bu biz uchun qiziq. Sizlar kimdir kim ustidan ustun kelasini bilsanglar agar yozib qo'yinglar. Men misol uchun holatni Grini aytolaman, chunki Grinida bitta kuchi bor. Ya'ni agressiv o'zi qizarib ketganda u hech bilan ko'rmaydi, tezligi juda tez bo'ladi, ko'tariladi, juda kuchaydi. Hammaga